Tövəndə deyəxtanlarga Nobel iqtisad mükafatının sahiplerinden Darun Acemoğlu bilan James Robinson'ның məşhur əsəri Dövlətlə, yəni millətlə nimişq halak boludu degan kitabıdan həftəlik tərcümə. 2. bab. Kerak kelməydigan nəzəriyələr. 2. bab, 1. paragraf. Namratlıq və güllenişning taqsimlanishi. Bu kitapның mühim nöqtəsi dünyanın təngsizligini və onun içidən orun alğan bəzi asanlı körgülü boladigan kengrirak ma'nodagi namratlıq və güllenishning andizalarini tushuntirishdir. Sijil iqtisodiy taraqqiyotni qo'lga keltirgan tunji mamlakat hozirgi Angliya 1707 yildan keyin Buyuk Britaniya, odatda Britaniya deb ataladigan bo'lib, u Angliya, Wales va Shotlandiyaning ittifoqidan tarkib topgan davlatdir. Sanoat inqilobidan maydonga kelgan muhim texniklik bo'sish va uning sanoat qo'llanishining cho'nqur yildiz tortishi bilan 18-asrning 2-yarmidan keyin Buyuk Britaniyada iqtisodning gullanishi barliqqa kelgan. Angliyaning sanoatlashishidan keyin G'arbiy Yevropaning ko'p qismining va Amerika Qo'shma Shtatlarining sanoatlashishi yuz bergan. Buyuk Britaniyadagi gullanish uning mustamlika rayonlari bo'lgan Kanada, Avstraliya va Yangi Zelandiyagacha taralgan. Bugungi dunyodagi eng boy 30 davlatning ichida Yaponiya, Singapur va Janubiy Koreyalar bor. O'z navbatida aytish kerakki, Osiyodagi bu 3 davlatning gullanishi andisini Tayvan va keyincha Xitoyni o'z ichiga olgan Sharqiy Osiyodagi nurg'un davlatlar o'zlarining yaqinqi tez suratda gullanish musofasida beshidan o'tkazdi. Dunyoda tuvan kirimning taqsimlanishi uning yuqori kirimning taqsimlanishidek o'tkir ham ro'shan. Agar siz bugungi dunyodagi eng namrat 30 davlatni tizib chiqsangiz, ularning ko'p qismining Tuvanki Sahara Afrikasiga joylashganligini bayqaysiz. Bularning qatoriga Afrikada bo'lmasimi, ammo biz keyin tushuntirib o'tadigan Afrika davlatlari bilan halqiliq birdaklik bo'lgan Afg'oniston, Haiti va Nepal qatorliq davlatlarni qo'shimiz. Agar 50 yil keyinga qaraydigan bo'lsangiz, bu boy davlatlar bilan namrat davlatlarning ayni chaqdimi farqining cho'ng emasligini ko'rasiz. U chaqda Singapur bilan Janubiy Koreya boy 30 davlatning ichida emas bo'lib, namrat 30 davlatning ichida boshqa bir necha davlat bor edi. Lekin shu chaq bilan hozirgini solishtirganda paydo bo'lgan umumiy manzara kishini hayron qoldirgudek darajada izchillikka ega. Bir asr yoki bir yarim asr keyiniga baksangiz, asosan degidek o'xshash davlatlarning o'xshash guruhida, ya'ni ayni chaqda boy davlatlar qatorida bo'lganlarning hozirmi boy davlatlar qatorida, namrat davlatlar qatorida bo'lganlarning hozirmi namrat davlatlar qatorida ekanligini ko'rasiz. Mazkur kitobning 2-bobidagi 3-xarita dunyoning 2008-yildagi namratlik bilan gullanish ahvolini aniq ko'rsatib berdi. Xaritadagi qiniq qora rang bilan bo'yalgan yerlar dunyodagi eng namrat davlatlar joylashgan yerlar bo'lib, ularning yillik kishi beshiga to'g'ri keladigan milliy daromadi $2000 to'van. Afrikaning ko'p qismi, yana Afg'oniston, Haiti, Kambodja va Laosni o'z ichiga olgan Sharqiy Janubiy Osiyoning qismi yerlari mushu rangda bo'yalgan. Shimoliy Koreya mushu guruhdagi davlatlarning qatoridan yer olgan. Bu xaritadagi oq rangda bo'yalgan yerlar eng boy davlatlar bo'lib, ularning yillik kishi beshiga to'g'ri keladigan kirimi $20,000 yoki undan ortiq. Biz bu yerlardan odat faraz qiladigan boy davlatlarni, ya'ni Shimoliy Amerikadagi G'arbiy Yevropadagi davlatlarni va Avstraliya ham Yaponiyani topalaymiz. Amerika qit'asida yana mundaq bir qiziqarli andizni farq etgili bo'ladi. Avval bu qit'adagi davlatlarni
boy kambag'allik darajasi bilan tizib chiqsangiz, eng boylarining Amerika va Kanada ekanligini, andin Chili, Argentina, Braziliya, Meksika va Urugvay va hamda neftning bahosiga qarab Venezuelani qo'shsangiz bo'ladiganligini bilasiz. Undan qolsa Kolumbiya, Dominika Cumhuriyeti, Ekvador va Perularni ko'rasiz. Eng tegida, eng tövünede texmi o'zgacha, texmi namratlaraq bo'lgan Boliviya, Guatemala, Paraguay qatorliq davlatlardan tarkib topgan guruhini ko'rasiz. Vaqtni 50 yil keyiniga surib, davlatlarning boy kambag'alligiga nazar solsangizmi, mo'shinunga o'xshash tartibni ko'rasiz. Bir asr burungi holatni kuzatsangizmi, ahvol o'xshash. Bir yarim asr, ya'ni 150 yil burungi ahvolmi yanada o'xshash. Şunu aytishga bo'ladiki, faqat Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Kanadalar Latin Amerikasidan izchil turda boy bo'lib kelmasdan, balki yana Latin Amerika qit'asidagi boy va namrat davlatlarning o'rtasidagi ayrilish, bo'linish ham ro'shan, ham izchil shundoq bo'lib kelgan. Eng oxirgi qizqarliq andiza O'rta Sharq ellarida ko'riladi. Biz o rayondan Saudiya Arabiston va Kuvaytga o'xshash neft mo'l, kirim saviyasi dunyodagi eng boy 30 davlatning kirim saviyasiga yaqin kelgan davlatlarni ko'ramiz. Lekin neftning bahosi tushib ketsa, ular boy davlatlar sepidan osonlik tushib qoladi. O'zida neft bo'lmagan yoki intayin oz bo'lgan Misr, Iordaniya va Suriyaga o'xshash davlatlarning kirim saviyasi o'xshash bir guruhga tabi bo'lib, Guatemala yoki Peruga o'xshash davlatlarnikiga yaqinlab qoladi. O'zida neft bo'lmagan O'rta Sharq davlatlari Markaziy Amerika va Andiz rayonidagi davlatlarga o'xshash namrat bo'lsa-mu, ammo ular Tuvanki Sahara Afrikasidagi davlatlardek unchalik bak namrat emas. Gerçi zamanımızda ko'rilayotgan gullanish andisida nurg'un izchilliklar bo'lsa-mu, ammo bu andizlar o'zgarmas emas. Birinchidan, xuddi biz ilgari ta'kidlaganimizdek, bugungi dunyodagi nurg'un tengsizlik 18-asrning oxirida sanoat inqilobining quyruqiga agishib paydo bo'lgan. 18-asrning o'rtalarigacha davlatlar o'rtasidagi gullanishning farqlari kichik bo'lib qolmasdan, yana bu gullanishning darajasi, ya'ni tartibimi shuningdan buyon izchil bo'lib kelgan. Ammo uningdan uzoqroq zamonga baqsaq, ahvol boshqacha. Masalan, o'tgan 150 yil burungi va buningdan 500 yil burungi Amerika qit'asidagi davlatlarning boy kambag'alligini solishtirganda, bu jihatdagi farq tamoman zo'r, ya'ni mohiyatlik darajada farq qiladi. Ikkinchidan, Sharqiy Osiyodagi nurg'un davlatlar Ikkinchi Dünya urushidan keyingi necha 10 yil mobaynida intayin tez taraqqiy qilgan bo'lib, texi yaqinqi yillarda tez taraqqiy qilgan davlat Xitoy bo'ldi. Ammo ilgari uzluksiz taraqqiy qilgan davlatlarning ba'zilari keyiniga dasidi. Masalan, Argentina 1920-yillargacha bo'lgan 50 yil ichida tez taraqqiy qilib, dunyodagi eng boy davlatlarning biriga aylangan bo'lsa-mu, shundan keyin u uzun muddatlik chekinishga yuz tutdi. Sovet ittifoqi texmi bir gavdlik misol bo'lib, u 1930-yildan 1970-yilgacha ajoyib tez taraqqiy qilgan bo'lsa-mu, shundan keyin ajoyib tez qulab tushdi. Shundaqkan bu namratlik va gullanish o'rtasidagi muhim farqni ham iqtisodning o'sish andisini zada nima tushuntirib bera oladi? Nimishqa 19-asrda gullanishga qarab mangan Yevropa davlatlari va Yevropalik ko'chmanlar bilan to'ldirib o'tgan ularning mustamlika rayonlari keyniga qaramaydi, ya'ni o'tmishiga nazar solmaydi. Amerika qit'asidagi tengsizlik rad tartibining izchil turda o'zgarmay kelishini zada nima sabablar tushuntirib berdi? Zada nimishqa Tuvanki Sahara Afrikasi va O'rta Sharq davlatlari G'arbiy Yevropa davlatlari erishgan iqtisodiy gullanishga erisholmaydi-yu, ammo Sharqiy Osiyodagi nurg'un davlatlarning iqtisodiy gullanishning yangi pallarini yarata oladi. Biroq bu dunyodagi tengsizlikning shu qadar cho'nligi
ham uning aniq bo'lgan andizlarga ayrilganligidek pokitga qarab, bu masalalarni yaxshi tushuntiradigan, hamma qoyil bo'lishadigan bir yaxshi nazariya bor bo'lishi mumkin deb o'ylash mumkin. Lekin ishlar undaq emas. Namratlik va gullanish haqida ijtimoiy fan olimlarining o'ttirib qo'ygan nurg'un qiyoslari amaliyotda yaramas bo'lib, namratlik va gullanishning sabablarini tushuntirib bera olmaydi.